Xo'p, qaranglar, 7-sinf darsligi shundan boshlayapmiz. 7-sinf 2022-yil nashr ekan. Birinchi, 5, 6 betlar o'tgan takrorlash bo'lyapti. Bu eski 6-sinf darsligidagi takrorlash, hisob-kitoblar beryapti. Mana qo'shish, ayirish, bo'lish, ko'paytirish, keyin kasrlarni qo'shib ayrishni beryapti. Mana kasrlarni qo'shib ayirish yana. Keyin nisbat va proporsiya. Bu ham nisbat va proporsiya ham bu eski o'tilganlarni takrorlash maqsadida bo'lyapti. 5-sinfdagilar takrorlash. Bu yerda oshiqcha ko'rmaymizda, eski ko'rgan misollarni o'zini ishlab ketamiz hozir. Endi sonli ifodalar deb bergan. Sonli ifodalar bu hisob-kitoblar bo'yicha. Bu ham xuddi o'sha aslida 5-sinf 6-sinflarda ko'rilganlarni bir xilda takrorlash xolos, boshqa hech narsa emas. Bu degani bugun ko'rib qo'yganlarimiz asosan misollar ishlash bilan bo'ladi xolos. Boshlanish tabiiy holatda yangi narsa ko'rilmaydi degandek gap, ya'ni boshidan eski o'rganganlarimiz 5-6-sinfda narsalar ko'riladi. 7-sinf darsligida. Xo'p, keyin algebrik ifodalar keyingi safardan boshlaymiz. Algebrik ifodalar shekkacha bo'lganda misollarni orasida ishlab ketamiz. Ya'ni eski o'tilganlar takrorlanyapti. Misollarni o'zida ko'rib ketamiz bularni. Xo'p, boshlaymiz unda. Yaqinlashtirib olaman. Oltinchi tugaganlar takrorlash deb beryapti. Butun sonlar va ular ustida amallar. Qo'shish, ayirish, berilgan sonlarga qarama-qarshi sonlarni toping. Qarama-qarshi degani ishorasi har xil bo'lishi kerak. Misol uchun 3 qarama-qarshisi -3. Xo'p, misol uchun -5 qarama-qarshisi 5. Demak, 6 ni qarama-qarshisini so'rayapti, -6. -7 ni qarama-qarshisini so'rayaptimi? 7 bo'ladi. -23 qarama-qarshisini so'rayaptimi? 23. 0.25 qarama-qarshisi -0.25 bo'ladi. Jadvalni to'ldiring. Bunda ham mana A minus A deb qo'yib, qarama-qarshilarni yozib chiqsak bo'ldi. -4, 5, -21 bo'lsa 21, 72 bo'lsa -72, -10 bo'lsa 10, -210 bo'lsa 210, 8 bo'lsa -8, -1 bo'lsa 1, 2 bo'lsa -2. 8.8 bo'lsa -8.8. Ishorasini qarama-qarshi qo'ysak bo'ldi. Son o'qiga chaproqda joylashgan sonni toping. Chaproqda joylashgan son bu kichkina son bo'ladi. Mana bu kichkina son o'qini dizamiz, o'shanga qarab tushunib olsak bo'ldi. Misol uchun son o'qi mana shundan 0 deb belgilaylik. 1, 2, 3 bo'lib o'ng tomonga kattalashib borardi. Chap tomonga -1, -2, -3 bo'lib kichayib borardi. Demak, qancha chapda degani bu shuncha kichik degani. Xo'p, -8 kichikmi, -15 kichikmi? Eslayingda bo'lsa, 15 bilan 8 ni taqqoslasak 15 katta bo'ladi. Lekin -15 bilan -8 ni taqqoslasak -8 katta bo'ladi. Minus ishoralari teskariga o'xshab ko'rinadi. Kichkinasi katta, kattasi kichkinaga o'xshaydi. Shuning uchun chaproqda kelgani, ya'ni kichkinasi -15. Chapda keladigan son kichkina son bo'ladi. Minusli son kichkina son, demak chapda kelgani shu. -15 kichkina son, demak chapda kelayotgani shu. -100 0 dan kichkina, demak chapda kelayotgani ham shu. Demak, kichkinasini so'rayapti bizdan. Xo'p, ishoralarga qarab, boshqalarga taqqos topayman. -6 kattami, 6 kattami deyapti. Minusli son kichkina bo'ladi. Plus bilan minus taqqoslansa. Demak, bunisi kichkina. -5 bilan -12. Minusli sonlarni taqqoslaydigan bo'lsak, 12 kattami 5 dan, kattasi kichkinaga aylanadi. Bunda 14 kichkina. Bunda -6 kichkina. Minusli har doim kichkina bo'ladi. Qarab qo'yilgan. Yozib olish davom etyapti, ovoz eshitilyapti. Menimcha ekran ham ko'rinyapti. Bo'ldi. Davom ettiramiz. Butun sonlarni qo'shing deyapti. Oddiygina qo'shish. 19 ga 16 ni qo'shamiz, 25. Endi -6 -12 qo'shilyapti. Buni men nima qilib ishlayman? -6 deyman, qausni ochib olaman birinchi. Ochib oladigan bo'lsa -12 bo'lib ochiladi. Plus minus qarama-qarshi ishorani ochayotganimizda minusli bo'lib chiqadi. Va -6 ga -12 ikkovi ham minusdanmi? Qo'shiladi -18 dedik. 7 ga 12 19, -19 ga -19 deyapti. Birinchi men qiladigan ishim har doim qausni ochib olish. -19 deb yozaman. Plusga minus ta'sir qilsa -19 bo'ladi. Tashqari plus ishorali bo'lsa, ichkarida ishora o'zgarmaydi degan narsa bor. Shuning uchun -19 ga -19, bu ham minus, bu ham minus. Bir xil ishoralilar qo'shiladi va o'zining ishorasi qo'yiladi -38. Shunaqa qoidalar bor edi. Xo'p, yaxshi. Endi pastdagilardan bundan bittasini ishlab qo'yaylik. Xo'p, qaysi birini ishlaylik? Mana shu ikkini ishlaganimiz menimcha ma'qulroq.
Birinchi bo'lib qavslilarga e'tibor beraylik. Mana bu qavs ochilishi. Hop, yopilishi qayerda? Mana yerda. Mana shu yerda yopilishi bo'lyapti. Endi mana bu qavs o'zi kelyapti. Birinchi qiladigan ish nima bo'ladi unda? Mana ichkaridagi qavsni, tagiga ekan qavsni ochib yuboramiz. Qolgani turadi. Qaranglar, qavs ochdim. -16 turaveradi. Pilis ishora bo'lsa, ichkaridagi qavsni ichidagi ishora o'zgarmaydi dedik. -17. Hozir aytib ketdim. -17. Qavs ochib olishlayapti. Endi -16 yu -17 ikkalasi ham minus ishorali bo'lsa, qo'shiladi va minus ishorali chiqadi. -16 ga 17 ni qo'shamiz. 16 ga 17 33 bo'ladi. -17. Endi bu qavs ochib olish kerak. Agar tashqarida hech qanaqa ishora bo'lmasa, bu pilis degan, demak ichkarida ishora o'zgarmaydi. -33 u +17. Endi qaranglar, bu minus ishorali ekan, -33. Bu pilis ishorali ekan. Agar qarama-qarshi ishora bo'lsa, kattasidan kichkinani, ya'ni 33 dan 17 ni ayiramiz va kattasini ishorasi qo'yiladi. 33 dan 17 ni ayirsak 16. Kattasini ishorasi esa minus. Demak, javob -16. Bu pilis minuslarda yana qaytarib aytib ketaman. O'zi oldin ko'rilgan bo'lishi kerak, bu yerga kelganda bir xil ishorali sonlar qo'shiladi va o'zining ishorasi qo'yiladi. Har xil ishorali sonlar ayriladi va kattasini ishorasi qo'yiladi. Tushundingmi? Yaxshi. Xuddi shundan kelib chiqqan holatda mana buni ham ikkinchisini ishlab qo'yaylik. -51 -18. Bir xil ishorami? Demak, bu ikkovi qo'shilishi kerak va o'zining ishorasi chiqishi kerak. -51 ga 18 ni qo'shaylik. 51 ga 18 ni qo'shadigan bo'lsa 9 u 6 o'ttir 69 va minusdan chiqadi. O'zining ishorasi qo'yiladi deymiz. Axir shunday ko'chiramiz. Ikkita ishlab ketgan yaxshiroq bular misollarda. +11 +51 +29 -14. Endi qaranglar. -69 bilan chap tomondan ishlab ketyapman. -69 bilan -29. Ikkalasi ham minus ekan. Bir xil ishorali sonlar qo'shiladi va o'zining ishorasi chiqadi. 69 ga 29 ni qo'shaman. 9 ga 9 18, 8 ni yozamiz 1 dilda. 6 2 ni qo'shsak 8 dildagi 9, 98. Va qo'shdik. O'zining ishorasi minusdan chiqadi, -98. 29 ni ag'ini yana to'liq ko'chiraman. +11 +51 +29 -14. Mana. Teng. -98 ga +11. -98 +11. Qarama-qarshi ishoraliklar ayriladi va kattasining ishorasini qo'yiladi dedik. Kattasining kichkinasi, ya'ni 98 ni 11 dan ayiramiz. 8 dan 1 dan ayiradigan bo'lsa 7, 9 dan 1 dan ayiradigan bo'lsa 8. 87 chiqyapti, 87 ni yozamiz. Va kattasining ishorasi qo'yiladi deyapmiz, minusligini yozamiz. Kattasi 98, uning ishorasi minus bo'ladi. Endi 11 dan ag'ini yana ko'chiraveramiz. +51 +29 -14. Endi bunisi -87 bo'lyapti, bunisi +51 bo'lyapti. Ishora uchun chap tomonga qarardik har doim. -87 +51. Bunda ham kattasidan kichkinasini ayiramiz, qarama-qarshi ishora. 87 dan 51 dan ayirdik. 7 dan 1 dan ayirsak 6, 8 dan 5 ketsa 3, 36 va kattasining ishorasini qo'yamiz dedi. Kattasi esa 87. 87 ning ishorasi minus bo'lyapti. -36. Endi 51 dan bag'ni yana ko'chiraman. +29 -14. Endi bu ikkalasini ishlashimiz kerak. -36 bilan +29 qarama-qarshi ishora. Demak, bular ham ayriladi. 36 ni 29 dan ayirdik. Qarzo beramiz. 16 dan 9 kelsa 7. 2 dan 2 qoladi, 2 dan 2 kelsa 0. Demak, 7 bo'lyapti va kattasining ishorasi minusda. -7. Endi 14 yozib qo'ysak bo'ldi, -14. Endi -7 -14. Bir xil ishorali sonlar qo'shiladi va o'zining ishorasi chiqadi dedik. 7 ga 14 qo'ysak 21, o'zining ishorasi minusdan. Tushundingmi? Shu tartibda ikkita qilib ishlab borish kerak. Ayniqsa hozir esdan chiqqan bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, ikkita qilib erinmasdan shunaqa ishlab chiqsalar yaxshi. Ko'paytirish bilan bo'lishda ishlab boryapmiz. Ko'paytirishda bitta qoidani sizlarga beraman. Misol uchun 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta ko'paytirishlar birdaniga kelishi mumkin. Hammasi uchun bir xil qoida. Agar minus mana shundan bir boshdan ishlab ketamiz. Shu yerda minuslar sonini sanaylik. Plyusga umumiy e'tibor beramiz. Faqat ko'paytirish xolos bu. Ko'paytirish bilan bo'lishda o'z ishtirok etgan bo'lsa, shunaqa qilsak bo'laveradi. Nechta minus bor? Bitta minusmi
bitta minus bo'lsa, minusni qo'yamiz, 7 kara 4 ko'ramiz. Ya'ni minuslar soni toq bo'lsa, boshiga minus qo'yib, qauslarni ham, ishoralarni ham tashlab olsak bo'laveradi. Ya'ni najada -28 mi? Endi bunisi. Minuslar soni nechta? Minuslar soni 2 tami va 2 juft son. Son bo'lsa boshiga plus qo'yish kerak bo'ladi. Plusni boshida bo'lsa qo'yish ham shart emas. 8 kara 6 ni qo'yib qo'ysak bo'ldi. Qausni ham tashlab oldim, ishoralarni ham tashlab oldim. Faqatgina ishorani aniqlayapman xolosmi? Ishorasi plus bo'ldi. Mana qo'yib ham qo'ysak bo'laveradi. Minuslar soni juft bo'lsa, plus ishora qo'yiladi. Minuslar soni toq bo'lsa, minus ishora qo'yilaveradi. Qolgan narsalar tashlab olsak bo'laveradi. Xo'p. Davom etamiz. Mana bunda ham minuslar nechta? 2 ta bor. 42 bilan minus 42 kelyapti xolos. Demak, minusdan chiqadi. 42 bo'lingan 2 deb qo'ysak bu. Ya'ni -21. Minuslar soni nechta? Bitta, bir toq son. Demak, 64 bo'lingan 4 deb turib, boshiga bitta minus qo'yib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni -16. Mana bunisida ham plusligiga e'tibor bermay qo'yaveramiz. Faqat minusga qaraymiz. Minuslar nechta? Bittami? Bu degani -15 bo'lingan 3 deb qo'ysak bo'ldi. Shuni hisoblaymiz, yetadi. Minusdan chiqadi javob. Minuslar nechta? 2 tami? 2 juft son. Demak, 6 ko'paygan 9 deb qo'ysak bo'ldi. Juft bo'lsa plusdan chiqadi. Plusni ko'pincha yozish shart emas. Minuslar nechta? Minuslar 2 ta. Demak, 30 bo'lingan 10 deb qo'ysak bo'ldi. 30 10 ga bo'lsak 3 chiqaveradi. Endi pastdagilardan. Endi qaranglar, hozir tepadagida aytdim, faqatgina ko'paytirish bilan bo'lish bo'sadi. Bu 2 bilan 4 ishlab qo'yaman. Mana yerda endi ayirish bor. Ya'ni mekkacha bo'lgan qismi ko'paytirib bo'lish bo'lyapti. Bu qism ayirish bo'lyapti. Mana ko'paytirishni o'zini shu qoidaga solamiz. Ko'payib bo'lishni o'zini. Bunda nechta minus bor? 2 ta minus bormi? Demak, plusdan chiqadi. Boshida kelsa plusni yozish shart emas. 27 bo'lingan 3 ayrilgan 10 deb qo'yaveramiz. 27 ni 3 ga bo'lsak 9 ayrilgan 10. 9 dan 10 da ayirsa minus 1. Endi mana bunda ayirish bo'ldi o'tadi. Bitta chegara hosil bo'ldi. Endi bunaqa chegara yo'q bunda. Faqatgina bo'lish ishtirok etyapti. Savol beramiz. Nechta minus bor? Bitta, 2 ta, 3 ta. 3 ta minusmi? Boshiga minus qo'yamiz. Ag'iga qauslarni ham, ishoralarni ham tashlab olib, 64 bo'lingan 8 bo'lingan 4 deb yozib qo'ysak bo'ldi. 64 ni 8 ga bo'lsak, 8 chiqadi. 8 ni yana 4 ga bo'lsa 2 chiqadi. Minus 2. Javob chiqdi. Tushundingmi? Yaxshi, endi davomini ko'ramiz. Ratsional ko'rinishda yozish mumkin bo'lgan qisqarmas kasrlar ratsional sonlardir deb beryapti. Ratsional son kasr sonlar bo'yicha ishlayotganmiz. Xo'p, bu ham takrorlash, eski o'tilganlardan takrorlash bo'lyapti hozir. Xo'p, endi bekka sig'dirishimiz icha qiyin bo'lsa kerak endi bularga. Har holda misol keltirishga molar sig'diramiz, molarda ishlayotganimizda nariyoqqa ko'chirib yozamiz. Yozib olishlar, boshqalar yaxshi ketyaptimi? Ko'rib qo'yaylik. Yozib olish yaxshi, ekran ham yaxshi ketyapti bo'ldi. Aytiraman. Video tashlab qo'yaman, ko'rib borsalaring bo'laveradi. Ular xudo xolasa ancha foydasi tegadigan narsalar. Doimiy hamma uchun kerak bo'ladigan narsa, matematikani boshlayotgan odam uchun albatta kerak bo'ladigan narsalar. Xo'p, qaranglar. Birinchi bo'lim, birinchisini ishlamaylik, uchinchisini ishlaylik. 3, 4, 1 bir-biriga o'xshash ekan. 2, 5, 6 bir-biriga o'xshash ekan. Hozir 3 ta ishlaylik. 17 taqsim tanlashtira olamiz. 17 taqsim 51. Qo'shilgan 19 taqsim 57. Ayrilgan 13 taqsim 39. Shuni ishlashimiz kerak. 51, 57, 39. 51, 57, 39. Bularga umumiy mahraj berishimiz kerak bo'ladi. Lekin bitta tomoni, qaranglar, kasrni qisqartirish degan narsa bor. Xuddi o'shundan foydalansak bo'laveradi. Ya'ni surat va mahrajni bir xil songa bo'lsak qisqartirish derdik. 17 bilan 51 ni ikkalasini ham 17 ga bo'lib olsak bo'ladi. Buni 17 ga bo'laylik. 1 qoladi. Buni 17 ga bo'lsak 3 qoladi. 3 kara 17 imiz 51. 19 bilan 57 ni ikkovini ham 19 ga bo'lsak bo'ladi. 19 ga bo'lsak 1 qoladi. 19 ga bo'lsak bundan ham 3 qoladi. 19 kara 3 57 ni beradi.
13 bilan 39 ni 13 ga bo'lsak bo'ladi. 13 ga bo'lsak 1 qoladi. 13 ga bo'lsak yana 3 qolyapti. Endi bitta yozib chiqamiz qolganlar. 1 taqsim 3 qo'shilgan 1 taqsim 3 ayrilgan 1 taqsim 3. Mahrajlar bir xil bo'lsa, suratda o'zini qo'shib ayirsa yetarli bo'lardi. Qaranglar. 1 ga qo'shamiz 1 da. 2 bo'lyapti. 2 dan ayrimiz 1 da. 1 chiqyapti. 1 taqsim 3 ekan. Javob chiqib bo'ldi. Xo'p, 5-ni ham ishlaylik. Keyin 6 ni ham ishlab qo'yamiz. 3 taqsim 6 ayrilgan 1 taqsim 4. Qo'shilgan qavs ochamiz. 1 taqsim 2 ayrilgan 1 taqsim 3. Birinchi bo'lib nima qilamiz? Qaranglar, qaytarib yozib yurganda mana shuni o'chirib yozib qo'yaman. Faqat bitta qisqartirib olay. Bitta 3 bilan 6 qisqarar ekan. Mana shu ikkovini 3 ga bo'laylik. 3 ga bo'lsak 1, 3 ga bo'lsa 2. Bitta o'chirib yozib qo'yaman. Qolgan boshqa qisqaradiganlar yo'q ekanda o'chiraman-da, demak 1 taqsim 2 qolyapti. 1 taqsim 2. Endi mana ishlashni boshlaymiz. Endi qavslarning ichini o'zini ishlab olishimiz kerak. 2 bilan 4 ga umumiy mahraj beramiz. 2 ga ham 4 ga ham bo'linadigan son bu 4 ni o'zi bo'lyapti. 4 ni 2 ga bo'lsak 2. 2 ikkita etmayapti. 4 ni 4 ga bo'lsak 1. 2 ga 1 ni ko'paytirsak 2, ayrilgan 1 ni 1 ga ko'paytirsak 1. Endi qo'shamiz. 2 bilan 3 ga umumiy mahraj, ya'ni shunday son topishimiz kerakki, u son 2 ga ham bo'linsin, 3 ga ham bo'linsin. Bu 6 bo'ladi. 6 ni 2 ga bo'lsak 3, 6 ni 3 ga bo'lsak 2. 3 kara 1 3, ayrilgan 1 taqsim 1 kara 2 2. Endi hisoblab chiqamiz. 2 dan 1 ayirsak 1 bo'ladi, 4 qoladi. Qo'shilgan 3 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak 1 bo'ladi, 6 bo'ladi. Endi 4 bilan 6 ga mahraj berishimiz kerak. Ya'ni shunday son topaylikki, u son 4 ga ham bo'linsin, 6 ga ham bo'linsin. Bunaqa son 12 bo'ladi. 12 ni 4 ga bo'lsak 3, 12 ni 6 ga bo'lsak 2. Xo'p, 3 ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak 3 plus 2 ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak 2. Mahrajda 12 qolaveradi, 3 ga 2 ni qo'shib qo'ysak 5. Mana javob chiqdi. Shunga. Xo'p, 6 ni ham ishlab qo'yaylik. 6 yozamiz. 1/5 dan 3 ayrilgan 3 taqsim 10. Qavs qo'shilgan 1 taqsim 4 ayrilgan 1 taqsim 8. Endi eng oson yo'li hamma yoqda oddiy kasrlar berib, bitta aralash son kelibdi. Mana shu aralash sonni no'to'rtgasiga aylantiraylik. Buning uchun mahraj 5 ligicha turaverardi. 1 ni 5 ga ko'paytirardik. 5. 3 ni qo'shardi. Ya'ni bu ikkovi ko'payardi. Chiqqan javobga 3 ni qo'shishimiz kerak bo'lardi. 1 kara 5 5, 3 ni qo'shadigan bo'lsa 8. Keyin shuni o'chirib yozib qo'yaverish ekan. Mana shuni o'chiramanda 8 taqsim 5 ni yozib qo'yaman. 8 taqsim 5. Endi mana hisoblaymiz. Endi umumiy mahraj berishlaymiz. 5 bilan 10 ga umumiy mahraj berishimiz kerak bo'lyapti. Buni ham o'chiraman. Kasrda 5 bilan 10 ga umumiy mahraj 10 ni o'zi bo'ladi. Ya'ni 10 ni 5 ga bo'lamiz 2, 10 ni 10 ga bo'lamiz 1. 10 5 ga ham bo'linadi, 10 ga ham bo'linadi. 2 kara 8 16 minus 3 kara 1 3. Qo'shilgan. Endi 4 bilan 8 ga mahraj beramiz, 8 ni o'zi. 8 ni 4 ga bo'lsak 2, 8 8 ga bo'lsak 1. 2 kara 1 2 ayrilgan 1 kara 1 hisoblaymiz endi. Teng kasr chizig'i 10 qolaveradi mahrajda. 16 dan 3 ayirsak 13. Ayrilgan mahrajda 8, 2 dan 1 ayirsak 1. Endi 10 bilan 8 ga umumiy mahraj berishimiz kerak. Ya'ni shunday son topaylikki, u son 10 ga ham bo'linsin, 8 ga ham bo'linsin. Unaqa son 40. 40 ni 10 ga bo'lsak 4 bo'ladi. 40 ni 8 ga bo'lsak 5 bo'ladi. 13 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 13 kara 4imiz 52 bo'ladi. Ayrilgan xo'p 5 edi bu. 5 kara 1 5. Mahraj 40. 52 dan 5 ni ayiradigan bo'lsak 47 bo'ladi. Mana javob chiqdi. Shu bilan bo'ldi. Bu misol ham yetdi. Ularni ham bir eslab oldik. U mahraj berishda hammasini og'zaga topib ketyapman. O'z yo'llari bor. Har xil osonroq topishning yo'llari bor. Endi hozirga bu mavzu emas. Shuning uchun noldan ko'rib chiqishga vaqtimiz ham yetmaydi. Qaranglar. Bundan ishlaymiz.
Rivojdan ishlab ketamiz. Birinchi bo'lib qaranglar, har birida bittadan butun son ishtirok ettiribdi. Eng oson yo'li o'sha butun sonni mahrajga kasr sanamizni birda qo'yib olamiz. Endi qaranglar, bittasi suratda, bittasi mahrajda bo'lishi. Shuni yozaylik. 5 taqsim 1 ko'paygan 4 taqsim 5 bo'ldi. Bittasi suratda, bittasi mahrajda bo'lgan sonlarni qisqartirsa bo'laveradi, ko'paytirsa. Ya'ni 5 bilan 5 ni qisqartiraylik. Ko'pincha mana shunaqa holatda x bo'lib qisqaradi. Ikkovini ham 5 ga bo'lsak 1 qoladi, 1 qoladi. Bo'ldi. Suratda 4 bilan 1 qoldi xolos, ko'paytirsak 4. Mahrajda 1 bilan 1 qoldi xolos, ko'paytirsak 1. Mahrajda 1 ni yozish shart emas. Shunga buni ishlaymiz endi. 12 taqsim 17 ko'paygan 17 taqsim 1. Endi 17 bilan 17 ni qisqartirsak bo'ladi. 1 qoladi, 1 qoladi. Mahrajda 1 qolyapti, yozish shart emas. Tevada 12 bilan 1 qolyapti. Ko'paytirib qo'ysak 12 ni o'zi. Bo'ldi, unda ham javob chiqdi. Yaxshi. Mahrajda 1 da yozish shart emas. Endi bu misolga qaraymiz. 6-siga. Xo'p, bularda qisqaradigan bormi? Ya'ni 3 bilan tevada qisqaradigan yo'q. 5 bilan tevada qisqaradigan ham yo'q. Surat bilan mahraj qisqartirilishi kerak. 2 bilan 2 ni qisqartirib qo'ymanglar, xato bu. Bittasi suratda, bittasi mahrajda bo'lishi kerak bo'ladi. Yaqinlashtirib olaylik. Bu degani suratga mahrajga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. 2 kere 2 4, 3 kere 5 15 bo'ldi. Mana javob chiqdi. Mana bu misolda ham ishlab qo'yamiz. Endi mana bunda qisqaradi. 6 bilan 12 ni qisqartiradigan bo'lsak, 6 ga bo'lyapmiz, 1 qoladi. 12 ni 6 ga bo'lsa 2 qoladi. 25 bilan 5 ni qisqartirsak, ikkovini ham 5 ga bo'lsak, 1 qoladi. 5 ga bo'lsak, 5 ga bo'lsak 5 qoladi. Qolayotganlarni ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Suratda 2 bilan 1 qolyapti, ko'paytirsak 2, mahrajda 5 bilan 1 qolyapti, ko'paytirsak 5. Bo'ldi, mana javob chiqdi. Shunga endi molarni noto'g'ri kasrga aylantirib ishlash kerak. Aralash son kelsa, aralash sonda qo'shish bor degani. Shuning uchun aralash son kelsa noto'g'ri kasrga aylantirib olish kerak. Qaranglar, 9-misolda ishlaymiz. Birinchi bo'lib noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Mahraj 5 ligicha o'zgarmasdan turaveradi. Noto'g'ri kasrga aylantirish uchun 1 ni 5 ga ko'paytirardik. 5 va suratni qo'shardik. 1 ni qo'ysak 6. Mana noto'g'ri kasrga aylandi. Ko'paygan mahraj 3 ligicha turaveradi. 1 ni 3 ga ko'paytirsak 3, 2 ni qo'shadigan bo'lsak 5. Mana 9-misolda kelgan sonlarni noto'g'ri kasrga aylantirdim. Endi qisqaradiganlarni qisqartiramiz. 5 bilan 5 ni qisqartirsak bo'ladi. 5 ga bo'lib yuboryapmiz, 1 qoladi. 1 qoladi. 6 bilan 3 ni ikkovini ham 3 ga bo'laman. 3 ga bo'lsam 1 qoladi. 3 ga bo'lsam 2 qoladi. Mahraj 1 kere 1. Bo'ldi, yozish shart emas. Mahrajda 1 qolsa yozish shart emas. Ya'ni pastda. Suratda 1 qolsa yozish shart. Ya'ni tevada 1 qolsa yozish shart. 2 kere 1 2. Bo'ldi, javob chiqdi. Endi 11-misolni ishlaylik. Noto'g'ri kasrga aylantirib mahrajda 11. Suratni topish uchun 1 ni 11 ga ko'paytiraman. Butun qismni mahrajga ko'paytiryapmiz. 11. Suratni qo'shamiz, ya'ni 4 ni qo'shamiz. 11 ga 4 qo'shilsa 15. Ko'paygan mahrajda 3 turaveradi. 3 ni 3 ga ko'paytiramiz. 9, 9 ga 1 qo'ysak 11. Endi qisqaradiganlarni qisqartiramiz. 11 bilan 11 ni qisqartirsak bo'ladi 1 u 1. 3 bilan 15 ni qisqartirsak bo'ladi 3 ga bo'lsak 1, 3 ga bo'lsak 5. Mahraj 1 kere 1. Mahrajda qolsa 1 qolsa yozish shart emas. 5 ni 1 ga ko'paytirsak 5. O'zi har qanday butun sonni mahrajda 1 bor deganda, shuning uchun yozish shart emas. Xo'p, endi 14-ni ishlaylik. Yana birinchi kasr noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Mahraj 6. 4 kere 6 24. 1 ni qo'shaman, 25 bo'ldi. Ko'paygan mahraj 5 ligicha turaveradi. 3 kere 5 15. 15 ga 3 ni qo'shsak 18. Ikkalasini ham noto'g'ri kasrga aylantirdim. Endi noto'g'ri kasrga aylantirgan bo'lsam, bularni qisqartiramiz. 25 bilan 5 qisqaradi. Mana x holatda qisqartirib olyapman. 5 ga bo'lsak 5 qoladi. 5 ga bo'lsak 1. 6 bilan 18 ni qisqartiramiz. 6 ga bo'lsak 1 qoladi. 6 ga bo'lsak 3 qoladi. Mahrajda yana 1 kere 1 bo'lyapti. Yozish shart emas. 5 kere 3 15 ni yozib qo'ysak bo'ldi. Endi 16-ni ko'rib qo'yamiz. Ishoralarcha xato qilish mumkinligini qaranglar. Mana qavsning ochilishi ekan, bu yopilishi. Bu ichkarida yana bitta qavs kelyapti. Qaranglar. Bu qavs ichkarida qavsni ochayotgan paytda ta'sir qilib plyusga o'zgartirib yuboradi. Demak, bu ikkita minusni plyusga aylanib ketdi desak bo'laveradi. Demak, bu ko'paytirmamizda nechta minus bor ekan desak, bitta minus bor deylik. Bitta minus bo'lsa, boshiga bitta minus qo'yib qo'yamiz. Endi qolgan hamma sonlarni bir yo'la noto'g'ri kasrga aylantirib chiqaman. Ishorasi minus bo'lishini bilib oldim. Mahrajda 7. Suratga 3 kere 7
21. 21 ga 1 ni qo'shamiz. 22. 22 taqsim 7. Ko'paygan mahrajda 11. 4 kere 11 44 bo'ladi. Unga 5 ni qo'shamiz. 44 ga 45. Bu noto'g'ri kasalga aylantirishni 45 emas, 49. Noto'g'ri kasalga aylantirish uchun ketyapti bular. Ko'paygan mahraj 77 turaveradi. Bu 5. Bu endi aralash son bo'lsa ekan, noto'g'ri kasalga aylantiriladi. Endi qisqaradiganlarni qisqartiramiz. 22 bilan 11 qisqaradi. 11 ga bo'laylik. 2 qoladi. 11 ga bo'laylik, 1 qoladi. 49 bilan 7 qisqaradi. 7 ga bo'laylik, 1. 7 ga bo'lamiz 7. Endi bu 7 bilan 77 qisqaradi. 7 ga bo'lsak 1, 7 ga bo'lsak 11. Menimcha boshqa qisqaradiganlar qolmadi. Suratda 2 bilan 5 qolyapti, 10 bo'ladi. Mahrajda bitta 11 qolyapti. Boshiga bitta minus qo'yib qo'yishimiz kerak, sig'may qoldi. Tevaga olib qo'ysak ham bo'laveradi. Pastga qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi. 10 taqsim 11. Mana javob chiqdi. Xo'p, 12-13 mashqlar. O'zi aslida bular ham oldin ko'rilgan. Qaranglar. 10 ga ko'paytiryapmiz ekan. 10 ga ko'paytirish uchun 10 lik kasrda virgulni bitta vaqt surib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni javobni yozyapman, qaranglar. 24 bir 2,15. 10 da bitta 0 bormi? Ko'paytirganda bitta 10 ga virgul surib qo'ysa bo'ldi. 1000 ko'paytirilyapti. Nechta virgul surishimiz kerak? 3 ta 0 bormi? 3 ta virgul vaqt surib qo'ysak bo'ldi. Bitta, ikkita, 3 ta. Demak, chap tomondagi nollarni endi yozish shart emas. 55,01. Bunisini yozaylik endi. 100 ga ko'paytirilyapti ekanmi? 100 ga ko'paytirilayotgan bo'lsa, ikkita virgul 10 ga surib qo'ysak bo'ldi. Ko'paytirilayotganda 10 darajasi. Bu ikkita virgul 10 ga suriladi. Ko'paytirilayotganda 10 ga suriladi, bo'linayotganda chapga suriladi. Demak, qaranglar. 4,0 4,01,07 bo'ladi. Ikkita surib qo'ydim. Metatroda virgul bu tomonga o'tib qoldi. Endi bo'lishda teskarisi, bo'lishda chapga suriladi. Qaranglar. Birinchi moldan yozamiz. Xo'p, 1000 molni yozaylik, osonroqdan boshlaylik. Bitta endi chapga bo'layotganimizda 10 darajasiga chapga suramiz, virgul mana ikkiga qoladi. 24 butun 1 2 1 5 bo'lib qoladi. Endi bunisini ham ko'rib qo'yaylik. Xo'p, 1000 ga bo'lyapti ekan, 3 ta virgul chapga surish kerak. Tugab qoladi deyapmizmi? Qaranglar. Bitta, ikkita, 3 ta. Surdikmi? Demak, bitta 0 yozishimiz kerak. Yozaveramiz. Chapga yetmay qolsa 0 qo'shib ketaveramiz. Bekka bitta 0 qo'shishimiz kerak. Va mana ikki bitta 0 qo'shib virgulni 2 ga qo'shishimiz kerak. Bu xayolimizda bo'lish kerak bo'lgan narsani yozib qo'ydim. 0 butun 0 0 0 0 5 0 1. Qaranglar, virgul qayerda edi? Mana yerda edi. 3 ta virgul surdim. Narigi virgulga qaranglar, 3 ta turibdi. 3 ta virgul surdim. Mashq holat bo'lish kerak. Virgul mana yerda edi. 3 ta baqa surildi. Endi bunisini ishlaylik. 100 ekan. 100 bo'lsa bo'liniryapti, chapga surishimiz kerak. Bitta, ikkita. Bitta 0 qo'shamiz. Va bu yerga virgul qo'ysak, oldi bironta son bo'lishi kerak. U ham 0 bo'ladi. Bu degan 0 butun 0 4 0 1 0 7. Virgul 4 dan keyin edi va ikkita virgul chapga surilgan bo'lyapti. Orasida mana ikkita raqam. Shunga. Xo'p, endi mana 0 butunliklar, qaranglar, o'zi 0 butundan 1 degani 10 ga bo'l degani. Mana 0 butun 100 dan 1 degani 100 ga bo'l degani. Endi mana bu bo'lish, bu ham bo'lish. Bu endi ko'paytirish bo'lib ketadi. Alhamdulillah. Yaxshi. Endi 0,1 bo'layotgan bo'lsa, mana 0,1 da 1 taqsim 10 desak bo'ladi. Shuni hisobga olib, mana bu ishimizga teskari ish bo'lib qoladi. Kelar uni isbotlab o'tirmaylik-da, teskari ish bo'ladi. Ya'ni 0,10 ga bo'layotganimizda chapga surilarmidi? Endi 0,10 dan 1 ga bo'layotganimizda 10 ga suriladi. Bo'lishda endi bunga 10 ga suriladi, ko'paytirishda chapga suriladi. Virguldan keyin bitta raqam bor xolosmi? Bitta 10 ga surib qo'yamiz. Bitta 10 ga bo'lishda 10 ga suramiz, ko'paytirishda chapga suramiz. Teskari ish. 10 ni darajalarga ko'paytirayotganimizda 10 ga suryapti, bo'layotganimizda chapga suryapti. Endi 0 butun bo'lib kelayotgan 0,1 dan 1, 0,100 dan 1, 0,1000 dan 1. 1 da 10 da boshqa raqam bo'lsa ham bunaqa bo'lmaydi. Unaqa sonlarda ko'paytirish endi bo'lishda chapga suramiz, ko'paytirishda 10 ga suramiz. Ya'ni hozir bitta vaqt surib qo'ysak bo'ldi. Natijada 5 4 2 1 bo'lib qoladi. Virgul oxirida bo'lib qoladi. Virgul oxirida bo'lsa yozish shart emas. Xo'p, bunisini ishlaylik endi. 0,1000 dan 1, ya'ni virguldagi 3 ta raqam kelyapti. 3 ta 10 ga surib qo'ysak bo'ldi. 3 0 1. Qaranglar, bitta sursak mana 2 keladi. Tugab qoldimi? Axir yana ikkita surishimiz kerakmi?
ikkita surishimiz uchun ikkita nol qo'shib qo'ysak bo'ldi. 1 va ikkita nol. Virgul mana bu yerda oxiriga kelib qoldi-da, 3 ta surildi. Bunisida. Bunda endi bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta ekan. 4 ta surishimiz kerak. Bitta suramiz bu yerga keladi. Ikkita suramiz bu yerga keladi. 3 ta suramiz bu yerga keladi. 4-inchisi uchun bitta nol qo'shamiz. 4, 2, 8, 1, 0. Endi bunisini ishlaylik. Endi ko'paytirishda teskarisi. Chap tomonga suramiz. Shunday mana 12-mashg'i bilan 13-mashg'ida qoidalari bir-biriga teskari bo'ladi. Ashni yaxshilab farqlab olsanlar, mana shu qayta-qayta ko'rib keyin adashmaymiz. Xo'p, virguldan keyin 3 ta raqam ekan, endi 3 ta raqam baqa, 3 ta virgul baqa suramiz. Bitta suryapmiz. Ikkita suryapmiz. 3 ta suryapmiz, virgul meka kelish kerak. Demak, buni oldi bitta nol ham bo'lishi kerak. 0.3 0 1 1. Mana virgul mashq dedi, 3 ta surgan bo'ldik. Endi bunda virguldagi 4 ta raqam turibdi, 4 ta surishimiz kerak. 1 mana keladi, 2 mana keladi, 3 4. Demak, bitta nol mana qo'shiladi, bu ikki ham nol qo'shiladi, bu ikki ham nol qo'shiladi. Virgul metta bo'lganligi uchun bunga ham qo'shilishi kerak. 0.00028 1. Virgul 4 dan keyin edi. 4 ta turgan bo'lyapti. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta rosa to'g'ri kelyapti. Mana shu bilan javob chiqdi. Shunday 12 bilan 13 bir-biriga demak teskari. Xo'p, kasrlarning hisob-kitobi. Bularni ham bir qator yaxshilab ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Aslida yana nimalar beribdi? Proporsiya. Proporsiya endi oson, nisbat oson, bular oson. Ko'rib chiqamiz. Mana shu kecha tezda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchini ishlaylik. Birinchi, qaranglar, hozir bu misolda oddiy kasrlarni ham beryapti, aralash son ham beryapti, o'nlik kasr ham beryapti. Hammasini bir xilga o'tkazib olaylik. Ya'ni hammasini noto'g'risiga o'tkazib olamiz. Mana 4-chi misollarda faqat noto'g'risiga berilgan ekan, u mashlar qulay bo'ladi. Shunaqa holatga o'tkazib olamiz. Birinchisi 1/2ga 1/2ga turaveradi. Mana 0.8, 10dan 8 va bir yo'li qisqartirib olamiz. 10 bilan 8 qisqaradi 2ga. 2ga bo'lsa 4, 2ga bo'lsa 5. Ya'ni qo'shilgan 4/5 deymiz. Ayrilgan davom ettirib ketyapman. Bir boshlab ketyapmiz. Buni noto'g'ri kasrga aylantiraman. 1.2dan 1. Mahrajda 2 yozilaveradi. Suratga 1ni 2ga ko'paytirib 1ni qo'shamiz. 3. Endi mana 2.5, ya'ni 25/10 desak bo'laveradi. Chunki mahrajda 10 bor ekan. 5 ga bo'lib yuborsak 5 qoladi. 5 ga bo'lib yuborsa 2, ya'ni 5/2 ekan. Mana 5/2 bo'ldimi? Bo'lishda ikkinchi kasr surat mahrajda alishadi. Shunga e'tibor bersak, bu 2/5 bo'lib qoldi. Ko'paytirish qilib bo'lingan kasr yana qavs ochamiz. 3 uchligicha turaveradi. Keyin buni ham 3/1 deb yozib qo'ying. Mahrajda 1 bor degan. Qo'shilgan mahraj 25. Endi noto'g'risiga aylantiramiz. 4 kere 25imiz 100, 100 ga 3 qo'shsak 103. Ayrilgan, mana 100 dan 12 degan. 0.112. 4 ga bo'lib olsak bo'ladi. Suratni ham mahrajdan. 4 ga bo'lsa 3, 4 ga bo'lsa 25. Demak 3/25. Mana. Endi shuni ishlaymiz. Xo'p, bu ichkarida ko'paytirishlar birinchi bajarib olishimiz kerak. Mana ko'paytirishni bajaramiz, qaranglar. 2 bilan 2 qisqarib ketadi. Bitta 3/5 qolyapti xolos. Bitta yozib olaveraylik buni. 1/2 qo'shilgan 4/5 ayrilgan 3/5 bo'lingan. Xo'p, qaranglar, buni qilamiz. 3/1 qo'shilgan, mana mahrajlar ikkovidan ham bir xil ekanda 25 deymiz. 103 dan ayrimiz 3 ta. 100 bo'lib qolyapti. Endi bunisi 1/2. Bu ikkalasini mahraji bir xil ekan, 4 dan 3 ta ayirib olaman birinchi bo'lib. Plus 1/5 mi? Bo'lingan. Endi mana butun songa aylanib qolyapti. Chunki 100 ni 25 ga bo'lsak 4 bo'ladi. Natijada 3 plus 4 ga aylanib qoldi. Bo'lishida 3 plus 4 ga aylandi. Endi bu noto'g'risiga nima mahraj berib hisoblashimiz kerak. 5 bilan 2 ga umumiy mahraj. 5 bilan 2 ga umumiy mahraj 10 bo'ladi. 10 ni 2 ga bo'lsak 5. 10 ni 5 ga bo'lsak 2. Qaranglar, 5 kara 1 qo'shilgan 2 kara 1. Ya'ni 5 qo'shilgan 2 bo'lyapti, 7 chiqadi. Bo'lingan 3 ga 4 qo'shamiz 7. Endi qaranglar, 7 ni mahrajda 1 bor. Demak, o'shani surat mahrajini alishtirib olsak,
7/10 ko'paygan 1/7 bo'ladi. 7 bilan 7 qisqarsin. 1/10 bo'lyapti. Mana javob chiqdi. Shunga shu ketma-ketlikda bajarib ketsak chiqaveradi bu misollar. Mana bunda ham qaranglar. Birinchi qiladigan ishlari mana bu kasrda buni va buni oddiy kasrga o'tkazib olish kerak. Keyin mana bu qavsni ichini alohida ishlaymiz, bu qavsni ichini alohida ishlaymiz. Alohida hisoblab olamiz. Ko'pincha butun songa o'tib qoladi va oxiri ko'paytirish bilan va qo'shishlar qoladi xolos. Keyingi misolda ham mana eng birinchi bajariladigan ish hammasini noto'rtkasiga aylantirish, boshqa ish qilmanglar. Mo'yku hammasi noto'rtkasiga aylandi deydi. Buni hammasi o'nlik kasrdagi, o'nlik kasrda ishlab ketsak ham bo'laveradi yoki hammasini alohida noto'rtkasiga aylantirib chiqsak ham bo'laveradi. O'zingizni xohishingiz. Ikkovida ham ishlasa bo'laveradi. Xo'p, keyin ichkaridagi qavslarni ishlashni boshlaymiz. Qavslarni bir boshdan ishlab ketiladi. Xo'p, agar soat necha o'tdi, vaqtimizga qarab turib, bitta-ikkita yana bundan keyinchalik ko'rib ko'rishga harakat qilamiz. Bu nisbat va proporsiya va foizlarni ham ko'rib olishimiz kerak. Bu ham takrorlash. Proporsiya nima ekanligini eslatib qo'yapti. Ya'ni ikki nisbat tengligi a taqsim b teng s taqsim d bo'lganda yoki a bo'lingan b teng s bo'lingan d degan o'zi kasr qismi bo'lishni biladi. Ikkovini ham x holatda ko'paytirganimiz teng bo'ladi. Qaysi birini birinchi yozish bu o'zimizning xohishimiz. Ya'ni b ko'paygan s teng a ko'paygan d. Men harflarni boshqacharoq olib qo'ydim xolos bu yerda. Bunda ham o'rta hadlar ko'paytmasi chekka hadlar ko'paytmasiga teng. B ko'paygan s teng a bo'lingan a ko'paygan d. Shu narsani aytyapti. Mana shu holat. A ko'payganda b ko'paygan s ga o'tadi hammasi degan narsani beryapti. Foiz. Xo'p, a soni x foizini topish. Bu formulalarni berib ketyapti. Sizlarga misol ishlayotganda bitta zo'r narsani o'rgataman. Darsda boshqacharoq ishlab ketiladi-ku, yana bitta usul bor, foizlar topishda o'sha narsani ko'rsatib o'tayapman. Misolda o'zida ko'rsataman. Qaranglar, birinchisi hisoblang deydi. 12 sonni 1/1 bo'lingan 3 nisbatli 2 qismga ajrating. 2 bo'lingan 3 bo'lingan 7 nisbatli 3 qismga ajrating. Bunaqalarda qaranglar. 12 sonni ajratishimiz kerak ekanmi? Qanday nisbatlarda 1 va 3 nisbatda ekanmi? 1 va 3 nisbatda. O'sha 1 bilan 3 ga bitta nomani qo'shib olamiz. Ya'ni x u 3x deymiz. 12 soni shu ikkita qismga ajrayadi. Mana shu yig'indisi endi 12 ga teng bo'lishi kerak deb tenglamas bo'yicha bo'ldi. 3x ga x qo'shamiz. 4x teng 12 deymiz. Yerdan x topishimiz kerak. Endi mana ko'paytirish, bo'lish bo'lib o'tadi. Natijada 12 taqsim 4 bo'lib turib 3 chiqdi. X'imiz 3 bo'ldimi? Birinchi qism 3 bo'lish kerak ekan. Ikkinchi qism 3 ko'paygan 3. Chunki x 3 chiqdi. 9 bo'lish kerak. Bo'ldi, 1/3 nisbatda bo'lindi. Endi 36 sonni 2, 3 va 7 ga nisbatan 3 qismga ajrating deyaptimi? Bunaqada 2x, 3x va 7x deymiz. O'sha bo'laklarni yig'indisini endi 36 ga tenglaymiz. Tenglama usulida. 2x ga 3x qo'ysak 5x, 5x ga 7x qo'shadigan bo'lsak 12x, 12x teng 36 bo'lyapti. Endi 12 ga bo'lib yuborsak x teng 3. X'imiz 3 ekanmi? 2x'imiz, ya'ni 2 kere 3'imiz. Men yozaveray endi. 2 kere 3'imiz 6. 3x'imiz 3 kere 3'imiz 9. 7x'imiz 7 kere 3'imiz 21. Shu 3 ta bo'lakka bo'linishi kerak ekan. Bo'ldi, mana shu bilan ham chiqdi. Endi proporsiyada noma'lum hadini toping. Tevada men yozgan. O'rta hadlar ko'paytmasi belgilab qo'ying. Chekka hadlar ko'paytmasi ayting. Mana birinchisini boshlayveraylik. O'rta hadlar ko'paytmasi, chekka hadlar ko'paytmasi ayting. Bitta narsani e'tibor beringlar, qaysi birini birinchi yozishimiz kerak? O'rta hadlar ko'paytmasimi, chekka hadlar ko'paytmasimi? Ko'pincha bu narsa o'zi tenglamada beriladi. Shuni inobatga olsak, qaysi birida noma'lum qatnashayotgan bo'lsa, o'shani birinchi yozamiz. Ya'ni chekka hadlar birinchi yozaman. Ya'ni 12x ko'paygan 12 ni birinchi yozdim. Teng 4 kere 9 ni. Xohlang hisoblang. Xohlang hisoblamasdan ishlayman. Men hisoblamasdan ishlayman. 4 kere 9 ni 36 yozib olmayman men. Sababi x mani ko'paytirish, bu tomonga bo'lish bo'lib o'taman, kasrdan foydalanaman. 4 ko'paygan 9 taqsim 12 deyman. Kasrdan bo'lishni bildiradi va bo'lish qilib olib o'tdim men. Endi qisqartiraman. 4 bilan 12 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'lsa 1, 4 ga bo'lsa 3. 9 bilan 3 3 ga qisqaradi. 3 ga bo'lsa 3, mahrajda 1 qoldi. Demak, javob mahrajda 1 deb yozish shart emas, 3 chiqadi. Bo'ldimi?
Oshliq hisob-kitob bajarmaydi. Bu endi kichkina son, jabr bo'lmaydi. Kattalashgan sari hisob-kitobga ham o'ylanib qolasizlar. Qaranglar, o'rta hadlar ko'paytmasi chekka hadlar ko'paytmasiga teng. Endi o'rta hadni birinchi yozib olaman. Sababi o'rta hadda x ishtirok etyapti. 3 ko'paygan x teng 5 ko'paygan 8. Mana ko'paytirishni pastga mana bo'lish qilib mana qo'yib qo'yaman. X teng 5 ko'paygan 8 taqsim 3 bo'lib qolyapti. 5 kere 8 40. 40 taqsim 3 bo'ldi mana javob. Shuniga yaxshi. Pastdagi misolda quyidagi tenglardan qaysi biri proporsiya bo'la oladi degan savol beryapti. Bunda o'rta hadlar ko'paytmasi chekka hadlar ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak. Hisoblab ko'ramiz. Teng bo'lsa demak proporsiya. Xohlaganimizni birinchi yozaveramiz endi. Bu yerda noma'lum yo'q. Birinchi bo'lim 18 bilan birda yozaveryapman. 18 kara 1 tevarak qilib 18 kara 1 teng bo'lishi kerak 0.16 ko'paygan 30. Teng bo'lsa proporsiya bo'ladi deymiz. Teng bo'lmasa bo'lmaydi deymiz. 18 kara 1imiz 18 bo'ladi. 0.16 ni 30 ga ko'paytirganda mana 0 ni olib bunga berib yubordim desak 6 qoladi xolos. Bitta belgiga surilib qoladi. 6 kara 3 bu ham 18. To'g'ri chiqdimi? Demak proporsiya. Endi qaranglar 5-ni yozaman. O'rta hadlar ko'paytmasi chekka hadlar ko'paytmasiga teng. Birinchi endi chekka hadlar yozing, farqi yo'q. 5 taqsim 7 ko'paygan 49 bo'lib qoladi. Mana chekka hadlar ko'paytiryapti. 49 teng bo'lishi kerak 0.7 ko'paygan 5. 0.7 ko'paygan 5. 7 bilan 49 qisqarsa 7 qoladi. 7 kere 5 35. Endi bunisi 50 da bu aytgancha. 50 bo'lsa bu 0 ni bunga olib berdim desam bitta belgi unga surilib ketadi. Natijada 7 kere 5 qoladi xolos. 35 deb beradi. To'g'ri keldimi? Demak bu ham proporsiya. Xo'p, 6-ni ishlaymiz. 6 ni ham x qilib mana ko'rinishni ko'paytirib olishimiz kerak edi. Ko'paytirib olamiz. Xohlaganim birinchi yozaman. Birinchi 24 ko'paygan 35 ni yozdim. Teng bo'lishi kerak 42 ko'paygan 20 ga. 24 ni 35 ga ko'paytiraylik. 24 ko'paygan 35. 5 kere 4 20 0 ni yozamiz 2 dilda. 5 kere 2 10 dildagi 12. 3 kere 4 12 2 ni yozamiz 1 dilda. 3 kere 2 6 dildagi bilan 7. Qo'shamiz. 0 4 8. Demak chap tomon 840 chiqdi. Narigida 42 ni 2 ga ko'paytirib qo'yish yetarli. 84 bo'ladi va bitta 0 ni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Bunda ham 840 chiqdi. Demak, bu ham proporsiya bo'la oladi. Bo'ldi. Buni ham ko'rib chiqdik, bularni ham ishlab qo'yamiz. Proporsiyaning chetki hadlari 5 va 16. O'rta hadlardan biri esa 8 ga teng. Proporsiyaning ya'ni proporsiyaning ikkinchi o'rta hadini toping deyapti. Qaranglar, proporsiya teng deymiz. Chetki hadlari bitta hadi, eng chekkadagi hadi bittasi 5 ekan, bittasi 16 ekan. O'rtada ikkita noma'lum hal yozganmiz. O'rta hadlarning biri esa 8 ga teng. Birisini 8 deylik. Orada bo'lish bo'ladi. Biri esa 8 ga teng. Proporsiyaning ikkinchi o'rta hadini toping. Mana o'rta hadi noma'lum. Bunda ham xuddi o'sha usul yana. O'rta hadlar ko'paytmasi, chekka hadlar ko'paytmasiga teng. Biz tenglamani tuzib olish uchun matndan foydalanamiz. Chetki hadlar 5 bilan 16 degan uchun chetki hadlarga 5 bilan 16 ni yozib oldim. Qaysi biriga yozishimiz qiziq yo'q. Bari proporsiyadan foydalanamiz. O'rta hadlardan biri esa 8 ga teng. Bunisini 8 oldim, ikkinchisini toping dedi, bunisini noma'lum qildim. O'rta hadlarni birinchi yozaveryapman. 8 x teng 5 ko'paygan 16. X teng 5 ko'paygan 16 taqsim 8 bo'lib qolyapti. 8 bilan 16 qisqarsa 2, 5 kere 2 10 bo'lyapti. Demak, ikkinchi o'rta hadi 12. Quyidagi sonlarni foizda ifodalang deb beryapti. Ha, mana shu narsani aytmoqchi edimmi? Xo'p, ozgina tushuncha berib o'taman. Qaysidir misol uchun 120 sonini 30% ni topmoqchi bo'lsak, 30 da vergul bormi? Hali 10 kasrlarda yozamiz-ku. O'shanaqa vergul bormi? Ha, bor. Oxirida bo'ladi 30 son. O'sha vergulni ikkita chapga oladigan bo'lsak, nima bo'lib qoladi? 0.30, ya'ni 0.3 bo'ladi. 120 sonni esa 30% ni topish uchun 0.3 ga ko'paytirish yetadi. Yana yozyapman. 120 sonini 70% ni topmoqchi bo'lsangiz, 70 tasavvur qiling. Bu yerda xayolingizda ro'y berishi kerak bo'lgan narsani yozyapman xolosmi? 70 da oxirida vergul bormi? Bor vergul. Ikkita vergul chapga o'tkazsak foizga o'tadi. Ikkita vergul chapga oladigan bo'lsak, necha keladi? Ya'ni 0.70, ya'ni 0.7 ga ko'paytirish yetadi. 120 ni 70% ni topish uchun 0.7 ga ko'paytiramiz. Yana davom ettiramiz. 120 demak 80% ni topish uchun 80 ikkita vergul chapga suraman 0.80 bo'lib qoladi. Bu esa 0.8 degan.
0.8 ga ko'paytirish yetadi. 120 ni 25% topish uchun 25 yozyapman xayolimda. Ikkita virgul chapga sursak 0.25. Demak 0.25 ga ko'paytirish yetadi. 120 ni qaranglar. Xo'p, 95.5% topish uchun ikkita virgul suramiz. 0.955. 0.955 ga ko'paytirish yetadi. Shunga endi 120 ni 120% ni topaylik. Uning uchun virgul mayda ikkita virgul sursak mana 2 ga qoladi. Demak 1.2 ga ko'paytirish yetadi. 135% topamiz endi 120. 135% topsak, virgul mana yerda 135. Ikkita chapga suramiz. 1.35. 1.35 ga ko'paytirish yetadi. Endi menda teskari ishlatyapti. Quyidagi sonlarni foizli ifodalang deyaptimi? Endi bu son qismga o'tkazganda o'ng tomonga surib olamiz. O'ng tomonga quyidagi sonlarni foizli ifodalang. Ikkita o'ngga surib oladigan bo'lsak, 1% ekan. Bu ham foizga o'tkazishimiz kerak. Virgulni qo'yamiz. Foizga o'tkazish uchun teskari ish. Ikkita o'ngga surishimiz kerak. Bitta, ikkita. Ikkitani o'ngga qo'shamiz. Demak, bu 500% ekan. 500%. Mana javob chiqdi. Qismni foizga o'tkazib qo'yamiz. Bunda ham ikkita baqa suramiz. Natijada 102 foizga teng bo'lib qoladi. 1 virgul oxirida ikkita virgul suramiz. Natijada bu 100% ga aylanib qoladi. Demak, qismda endi bu sonlar qism hisoblanadi. Qismda foizga o'tkazish uchun 4dan 1 qismi, 5dan 1 qismi yoki 2 marta, 3 marta ko'p degan narsalarni foizga o'tkazsa bo'laveradi. O'shalarni foizga o'tkazish uchun ikkita virgul o'ngga surishimiz kerak. O'sha qismlarda yoki 2 marta, 3 marta ko'p degan ifodalarni foizni shunaqa ifodaga o'tkazish uchun chapga suramiz. Bu ikkovining farqiga borib oldi. 70% ni toping desa qismga o'tkazish uchun ikkita virgul chapga surib qo'ysak bo'ladi. Aksincha, 0.3 qismiga aylanib qoldi, 10dan 3 qismiga. Xo'p, qismni foizga o'tkazish uchun o'ng tomonga surishimiz kerak bo'lyapti. Demak, qaranglar, mana bunday 56 sonini bunisiga o'tdi endi. Sonni 25% ni toping demda 25 ta virgul aytdi. Ikkita virgul chapga surib qo'ysam 2 keladi. 0.25 ga ko'paytirish yetarli bo'lib qolyapti. Bag'ni oddiygina 0.25 ko'paygan 56 deb taymga ko'paytirib qo'yamiz. 6 kere 5 30 0 yozamiz 3 dilda. 6 kere 2 12 dildagi 3 bilan 10 5 bo'lib qoladi. 0 ga shart emas endi. 5 kere 5 25. 5 ni yozamiz 2 dilda. 5 kere 2 10 dildagi bilan 12. 0 qo'shsak 0 bir dilda, 1 ga 2 ni qo'shsak 3 dildagi bilan 4. 1 deb yozamiz. Ikkita qo'yib bo'lsa, demak 14 chiqargan. Demak, hozir endi hisob kitobni o'zingizlar ham bajarasizlar, yozib ketaman xolos. 48 sonni 50% toping deyapti, 50 mayda. Ikkita virgul chapga sursak, peki keladi. Virgul metda bo'lish uchun 0 butun bo'lish kerak boshida. Demak, 0.10 dan 50, ya'ni 5 ga ko'paytirish yetadi. 120 ni 15% ni toping deyapti. Uning uchun endi 0.15 ga ko'paytirishimiz kerak bo'lib qoladi. 20% ni toping deyapti. 460 ko'paygan 0.2 bo'lib qoladi. 15% 45 ga teng sonni toping. Endi buni tenglamasizlar. Qaysidir sonni, noma'lum sonni 15% ni topgan ekan, ya'ni 0.15 ga ko'paytirgan ekan 45 chiqibdi. Shu tenglamaysiz bo'ldi. Ya'ni x teng endi 45 taqsim 0.15. O'nli kasrlarni bo'lishni men quyidagi usuldan foydalanaman. Qaranglar, kasr 0.15 bo'ladigan bo'lsa, virguldan keyin ikkita raqam. Tepada virgul bormi? Yo'q. Virgulni qo'yaman-da, ikkita 0 qo'shaman. Endi virgullar tashlab yuborsa bo'laveradi. Virguldan keyin raqamlar soni teng bo'lsa, suratlar mahrajda. Virgullar tashlab yuborsa bo'laveradi. Natijada 450 taqsim 15 bo'lib qoladi. Endi buni qisqartirsa bo'ladi. 15 bilan 45 qisqarsa, bu yerda 0 bor edi. 45 qisqarsa 3 qoladi. Demak 300 ekan. 300 sonini 15% 45 ga teng. Qani 20% bag'aga tenglamalar yozib ketaman xolos. Bo'lishni o'zingizlar ham bajarasizlar. 20% 62 ga bo'lgan sonni toping. 20% 62 bo'lgan son. Qaysidir sonni 20% ni topishni 0.2 ga ko'paytiramiz deydi. 0.2 ga ko'paytirgan ekan 62 chiqibdi. Mana javob chiqdi. Endi keyingisini ham misol uchun 4-sini topib qo'yaylik, 3-si qolyapti. Qaysidir sonni, noma'lum sonni 10% ni topgan ekan, ya'ni 0.1 ga ko'paytirgan ekan 33.7 chiqdi. Shu tenglama ishlab qo'ysa bo'ldi. Shunga endi masalalar qolyapti. Uchburchak tomonlari 3, 4 va 5 sonlarga proporsional. Qaranglar, endi masalani nariyoqqa olib ishlaymiz. Yozib olishlar yaxshi ketyapti. Salkam o'zi 1 soat bo'ldi.
Yaxshi, ovoz ham yaxshi eshitilyapti. Hammasidan ko'rsatib o'tyapman. Hali qaysi joyida tushunmay qolsangiz, o'sha joyini ko'rib ketaveradigan narsaga aylanib qoladi. Ya'ni har birini ko'rsatib o'tyapman men, qoldirmasdan. Bo'ldi. Masalalarni ko'ramiz endi. Uchburchakning tomonlari 3, 4 va 5 sonlarga proporsional bo'lib, perimetr 72 ga teng. Uchburchak. Qaranglar, uchburchak deyapti, uchburchak chizaylik. Qanaqa uchburchak boshqasiga e'tibor bermaymiz. O'zi bilmaymiz ham deylik. 3, 4 va 5 sonlarga proporsional desa, to'g'ri proporsional desa, mutanosib ravishda deb beradi. 3, 4, 5 sonlarga 3, 4, 5 sonlarga nisbatda deb beradigan bo'lsa yoki 3 taqsim 4, 3 bo'lingan 4 deb yozib qo'ysa, hammasiga bitta noma'lum qo'shib olaveringlar. Ya'ni 3x deyman, 4x deyman, 5x deyman. Har doim bitta noma'lum qo'shib olinaveradi. Proporsional bo'lsa, perimetr 72 ga teng. Uchburchak kichik tomonni toping deyapti. Shularni hammasini qo'shgandan keyin 72 chiqdi. Qo'shib tenglaymiz. 3x qo'shilgan 4x qo'shilgan 5x teng 72. Shu tenglamani ishlasak bo'ldi. Perimetr hamma tomonda yig'indisi bo'ladi. 3x ga 4x qo'ysa 7x, 7x ga 5x 12x. 12x teng 72. X teng 72 ni bo'lamiz 12 ga. 12 ga bo'lsak endi 5 tasi 6 bo'ladi. Demak 6 chiqadi. X'imiz 6 ekanmi? Bu 3 kara 6 degani. 3 ni 6 ga ko'paytirsak 18. Bu 5 ko'paygan 6 degani unaqa. Chunki x'imiz 6 chiqdi. 30 bo'ladi. Bu 4 ko'paygan 6 degani. X'imiz 6 chiqqaning uchun bu 24 bo'ladi. Bizda uchburchak kichik tomonni toping deyapti. Kichik tomoni esa 18 ekan. Endi masalani o'qiymiz. G'o'la 2, 3 va 5 sonlarga teskari proporsional bo'lgan 3 qismga ajratildi. Ular endi teskari proporsional bo'lsa nima deymiz? Qaranglar. To'g'ri proporsional, mutanosib, hammasi bir xil x qo'shib olinadi. Endi teskari proporsional bo'lganda nima qilamiz? Teskari proporsionalga qaranglar. 2, 3 va 5 sonlarga teskari proporsional. Bunga shunchaki x qo'shib olmaymiz. 2 ga teskari proporsional, 2, 3, 5 ga teskari proporsional deyaptimi? 2 ning teskarisi qanaqa bo'ladi? Teskari sonlarga ko'paytiramiz 1 ga teng. 1 taqsim 2 bo'ladi. 3 teskarisi 1 taqsim 3 bo'ladi. 5 teskarisi 1 taqsim 5 bo'ladi. Endi shularga noma'lum qo'shamiz. Bunga ham noma'lum qo'shiladi, faqat 1 taqsimlab noma'lum qo'shiladi. Teskari proporsional bo'lgan 3 qismga ajratildi. Mana qanaqa noma'lum qo'shib olishimiz shunday. Ulardan eng uzuni 25 sm. Eng uzuni qaysi bo'ladi endi? Qaranglar, mana shu nimalardan qaysi bir uzun eng kichik bo'lsa, eng kichigi uzunligini toping deyapti. Mahraji kichkinasi katta bo'ladi. Mahraji kichkinasi katta. Hali kasrlarni taqqoslayotganimizda suratlari teng bo'lsa, mahraji kichkinasi katta bo'ladi degan nimamiz bor edi. Hozir bularning suratlari teng, bir xil. Demak, mahraji kichkinasi katta, demak eng kattasi bu. Shu 25 ga. Lekin bitta tomoni bor. Shuni e'tiborga olmagan bitta. Aslida bu yerda yana bitta qo'shimcha shart bo'lishi, qo'shimcha narsa bo'lishi kerak. Mana x sonimiz bor-ku, birdan katta bo'lgan holatda, shunisi ham bor. Agar birdan kichkina bo'lib qolsa, bunisi eng katta bo'ladi. Ya'ni ikki xil holatda chiqadi aslida bu. X'imiz birdan katta bo'ladigan holatda bunaqa, birdan kichkina bo'ladigan holatda bunaqa. O'shuning uchun mana shuni olaveryapmiz hozir. 2 ni baqa ko'paytira oladigan bo'lsa, x teng 50. X teng 50 ekan. Endi buni ham topamiz. 1 taqsim 3 ko'paygan 50 teng 50 taqsim 3 ekan. Bunisi 1 taqsim 5 ko'paygan 50 bo'lib qoladi. Bu 10 ekan. Eng kichigi 10, o'rtanchasi bu, keyingisi bu. Mana 1 taqsim 5 da ham 25 ga tenglab ishlasa bo'laveradi. Unda ham chiqadi. Chunki eng kattasi bu ham bo'lishi mumkin. Bunda 125 bo'ladi, yoki bo'lsak, unda ham bu eng kattaga o'tib qolarkan-a. Bo'ldi, shu holatda ish berganmiz. Shunga teskari proporsional deganda 1 taqsimlab x qo'shishimiz kerak. Keyingisi mana. Orasidagi masofa 0.5 kilometr bo'lgan ikki qishloqning xaritadagi tasviri endi masshtab bo'yicha ekan. Buni ham ishlab qo'ymasak bo'lmaydi. Hammasi farqligini. Orasidagi masofa ikkita qishloq. Mana birinchi qishloq, mana ikkinchi qishloq. Xo'p, orasidagi masofa 0.5 kilometr bo'lgan ikki qishloq. Haqiqiy o'lchovi 0.5 ekan. Kilometr.
kilometr bo'lgan ikki qishloqning xaritadagi tasviri 2 santimetr. Xuddi shuni xaritadagi tasviri 2 santimetr bo'lyapti. Uzun. Xaritadagi tasviri 2 santimetr. Xo'p, bo'ldi, ozgina tushib qoldi. Demak, davom ettiramiz. Orasidagi masofa 0.5 kilometr bo'lgan ikki qishloqning xaritadagi tasviri 2 santimetr uzunlikda kesma bilan aniqlangan. Xaritadagi shu 2 santimetr chiqyapti ekan. Bo'lsa xaritaning masshtabini toping. Masshtab nima desa, xaritadagi 1 santimetr masofamiz haqiqiy o'lchovda necha santimetrga to'g'ri kelishini topish bo'ladi. Qaranglar, 0.5 kilometrimiz 0.5 kilometrimiz haqiqiy o'lchovda 2 santimetrga to'g'ri kelyapti ekan. Birinchi yozmadimda. Demak, xaritada 2 santimetrimiz haqiqiy o'lchovda 0.5 kilometrga to'g'ri kelyapti. Endi savol berishimiz kerak. Bu hammasini santimetrga o'tkazib olgan yaxshiroq. 0.5 kilometr santimetrga o'tkazib o'raylik. Kilometr. Oldin metrga o'tkazishimiz kerak. Metrga o'tkazish uchun 3 ta virgul chapga turamiz, ya'ni 1000 ga ko'paytirishimiz kerak, 500 bo'lib qoladi. 500 metr. 500 metr santimetrga o'tkazishimiz uchun 2 ta nol qo'shamiz, 100 ga ko'paytirishimiz kerak. Mana 50 ming santimetr bo'ldi. Endi buni o'rniga santimetrda yozib olaman. Bir yo'li javobimiz santimetrda chiqadi o'sha. Mana 2 santimetrimiz 50 ming santimetr bo'lsa, masshtabda 1 santimetr necha santimetrga to'g'ri kelishini bilishimiz kerak. Haqiqiy o'lchovda 1 santimetrimiz, xaritada 1 santimetrimiz haqiqiy o'lchovda qancha deyishimiz kerak bo'ladi. Endi proporsiya qilamiz. Ya'ni x qilib ko'paytirib olishimiz kerak. Bunaqasiga ko'paytirib tenglaymiz. X ko'paygan 2, ya'ni 2x bo'lyapti. 1 ko'paygan 50 ming bo'laveradi. 2 ga bo'lib olsa x teng 25 ming. Demak, mana x'imiz 25 chiqdimi? Haqiqiy o'lchovdagi xaritadagi 1 santimetrimiz haqiqiy o'lchovda 25 ming santimetrga to'g'ri keladi deyishimiz kerak. Shu masshtabi bo'lyapti. Shunga, xo'p, 25-sini endi o'zimiz ishlab qo'yamiz. Gramm deb ifodalar endi bularni o'zimiz bajaramiz. Kilogramm deb ifodalang, kvadrat metr deb ifodalang, bo'ldi. Bularni bajaramiz endi. Bular 3-sinfdan boshlab ko'rilgan narsalar aslida. Yaxshi. Shunga bularni ko'rdik. Endi keyingi darsimizda 6-sinfda o'zi molarni ham ko'rib qo'ysak bo'laveradi, ishlasak bo'laveradi. Bitta ikkita keyingi safar ozgina shulardan ko'rib turib, asosan bularga o'tib ketamiz. Algebradagi ifodalarga o'tib ketamiz. O'zi 7-sinf haqiqiy misollari shu algebradagi ifodalardan boshlanadi. Qolgan takrorlash. Bo'ldi. 6-sinflarga menimcha 6-sinf darsligiga buguncha shuni o'zi yetadi.